Okay, I love you. I degan mana. Okay, me degan nim bo'ldi yana. Meni. All right. Okay, next one is yes. Okay, ma birinchi tovushda ye. Ikkinchida a. Okay, yes. All right, yes. Okay, hamda yes deganimiz nima edi? Sanglar shundaq deganga bo'ldi. Shundaq. Hamda bizningki ma darsdagi ahvolda excuse me desa yes deydi. Desa shundaq deganga bo'ldimi? No. Birisi excuse me desa yes. Bu degan cho'g'ini nima gapingiz mate? Nima deytingiz? Gapingiz o'z qiling degan gap shu. Okay, excuse me, what's now qilgan bo'ldim desa, yes, bo'pti, avval qilsangiz qiling, nima deysiz? Nima gapingiz mate? degan gap bo'ldi. Tushunarmi? Demak, musharaka yes demaysa, nima gapingiz mate degan gap. Nima deganimiz? Yes. Okay, next one is. All right. Is. Rabanglar vallah? Is. Yaxshi. Istab o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Mana z deb o'qiymiz oxirini. Is. Okay, is deganimiz nima? Bo'lsa, shu fe'lning 3-shaxs birlik shakli keldi. Endi bu 3-shaxs birlikni diqqat turib o'rganamiz, diqqat. All right, next one is this. Endi men yerga men birinchisi th ma ikki harfni deb talaffuz qilamiz. Ma tishlarimiz orasiga ma tilni qanday qildi? Tishlimda. Da. Va oxirgi ma tovushni bilan oxirlashlar. The. Tilimizni tishlaymiz, Ko'rdingmi? The. Okay. This. Hargiz buni this deb qo'ysak bo'lmaydi. This emasmi? This. Okay. This. Ko'rdingmi? Okay. This. Good. This. Okay, endi this deganimiz bu degan gapchu. Odatda bu shu o'zimizga yaqin ko'z oldimizga narsalarni ko'rsatganda bu deymiz, bu deymiz, shunami? O'shash nima? This, masalan, this, bu bo'lsa. Okay. This, bu. Masalan, this is a cat. Okay? Bu bo'lsa bir yerga yoki a deb o'qiymiz. A cat. Bu bo'lsa bir mushuk. Taqirga tushunami? Bu bo'lsa bir mushuk. This. Okay. Next one is your. Okay? Your. Okay, ma oldingi you, siz, or, okay, kataversak sizning bo'ladi. Your. Okay, your. Endi ma o'tirdagini o. Okay, asa o og'zimiz jumla qo'llagan tovush. Endi ma osmonchik emas, so'zlash belgisi. Shuning bilan bo'lma shunama your. Okay? Your. Yeah. Your. Good. Ani your deganimiz sizning. Okay, masalan, sizning mushkingiz bo'lsin, your cat. Okay, sizning kitobingiz. Your book. Sizning kitobingiz, tamam? Masalan, example qaranglar. This is your cat. Bu bo'lsa sizning mushkingiz. Your cat. Tushunami? And is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Demak, hamda bu shuniki savol shakli bo'ldi. Is this your book? Okay. Hamda savollarga qaranglar. Shu oy shunaqa mana bir egilik kelishdan shakli. Endi mana oy deganimiz hamda shu birinchi shaxs birlik. Shunaqa man. Okay, I, man. Shunaqami? Okay, endi mana yendiki my. Okay, my. Okay, endi men yerga my deganimiz nima edi? Sanga mening. Okay, masalan, mening kitobim, my book. Shunaqami? Mening mushkim, my cat. Okay, my cat, shunami? My. Okay, endi men yerga you bo'lsa nima edi? Sanglar, mana you deganimiz siz, your, sizning. Okay, sizning. Mana birinchi, ikkinchi shaxs almashash, shaxs almashtiradi. Mana shaxs almashtiradi tanlangda o'p chiqib qo'ydim, Ana ayt, ena qo'yib ketdi. I, man, you degancha siz, your, sizning, my, mening. Okay, next one is handbag. Okay, handbag.
Okay, aman telaffuz qanday qilamiz, ha? Birinchi tavsiyam ma tavsiyam emas, ha? Og'zingdan mushada. Gedanglar ag'rib ketmasin. Bo'lma. Bu tavsiyalarimiz qana va sen qattiq jugadinglar. yoki qattiq peshtoqdan chiqib asrab ketdinglar. Shunama, demakchi, nafas o'pganingdan sirtqa chiqdi. Demakchi, shu og'zimiz yama yo'q ochimiz 90 gradus ochib qo'yamiz, ha, bola. D. Shunama, hand. Hand emas, juma hand. Tushundingmi? Yaxshi. Hand. Uni ustiga urg'on gapdi desangmi, mana u. Gapdi. Hand. Okay, yana shu b. Yana o'xshashdan og'zimiz yo'q ochiradi. Handbag. Okay. Handbag. All right. Handbag deganimiz nima desanglar? Qo'l so'mkasi. Handbag. Handbag. Qo'l so'mkasi odatda shu rasmda ko'rsatilgandek ayollarning so'mkasini nima deymiz desanglar? Handbag deymiz, ha? Handbag. Birinchi qo'llar handbag deb oldi. Handbag emas. Handbag. Aytish bo'lmanglar? Handbag. Good. Handbag. Okay, endi bu jumla qarab qo'yinglar bolalar. Excuse me, is this your handbag? Yes, it is. Kechiring, bu sizning qo'l so'mkangizmi? Desa, yes, it is. Tushunami? Okay. Next one is pardon. Okay, pardon. Okay, endi mana ikkinchi Sal so'zlar biroq o'qiymiz. Nima? Okay, shunami? D. Oxircha desanglar, pardon. Okay, pardon. Xo'sh, endi pardon degan nima? Endi bilasiz? Anglayapsizmi? Shunami? Kechiring, yana bir deb bersangiz, va yana bir deb bering, degan gap shu, ha? Pardon. Bana aytdi. Rasmiy ishlatishmi mana? Pardon, voy, nim dedingiz. Yana bir deb bersangiz. Demak, sizlar boshqalarniki buni anglayolmaganda yoki shuni tushunolmaganda yana bir deb bersangiz degan nima deb ishlattiramiz? Pardon. Good. Pardon. Good. Pardon. Okay, next one is it. Okay, it. Jiqsavadashda mana it deb oladi. It emas, nima mana? Okay, nima? Birinchisi nima? Tushuninglar? It. Yaxshi, diqqat. It. Yaxshi o'qib baqing. Bir qatam. It. Nima o'qiydigimiz? It. Okay, endi mana Nike'ninki slogansi. Shuari ekan, just do it. Okay? Just do it. Shunami? Qiling, shunami? Uni qiling yoki shu ishni degandek. Okay, endi it deganimizning sha'ni bo'ldi. U odatda narsalarni ko'rsatadi. Ammo shaxs almashtirishni birdan lekin qilgan gap. Okay. Endi keyingisi nima desanglar? Thank you. All right. Ma birinchisi ma thank deganni o'qish muhim. Ama th nima? Yana bizga d tensor yana daftarimiz qilinglar. Masalan, thank. Okay, mana shu tavsiyani shunaba. Thank you. You degan siz shunama? Thank you. Rahmat sizga. Thank you. Rahmat sizga shunama? Ana thank you very much. Okay, endi bu yerga very. Savolatga qaranglar. Bu yerga very degan nima desanglar? Nihoyatda. Much. Ko'p, jiq degan gap. Demakchi very much, nihoyat ko'p, nihoyat jiq shunama? Thank you very much. Okay, sizga ko'pdan ko'p rahmat degan gap bo'ldi. Thank you very much. Thank you very much. Yaxshi. Ani bo'ldi bolalar. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Thank you very much. Good. Andaqda, mush so'zliklarni bugun bo'ldik bolalar. Hamda eng muhim narsadan keldik. Mush BPL deb atilgan bir pil bor. Xo'sh, bu pil degan nima? Okay, pil degan shu harakat bolalar. Harakat degan nima? Maqmaq shu Uyg'ur tilida shu harakatning keyiniga maqmaq. Masalan, men turyapman shunaqa turmaq, mangmaq, o'ttamaq, shunaqa so'zlamak. Demak, shu maqmaq qitilgan narsani pil deymiz. Demak, shu harakat degan bu. Bu inglizcha verb deymiz.
Hanzush degan nima? Sana don'si deymiz-ku. Demak, endi mishari be verb. O'sha be deb ataladigan bir fe'l bor. Be verb. Ular qaysi desanglar, masalan, am, is, are. Okay, am, is, are. Endi buni tarjima qilsanglar, bolalar bo'lsa degan gap. Okay, buni tarjima qilsanglar, bo'lsa deb ma'no chiqadi. Shuni BP deb ataymiz. Masalan, am. Amga qarasangiz birinchi shaxs birlikka. Masalan, birinchi shaxs birlik degan shu I, man, shunami? I am. Man bo'lsam, I am Ablajon. Shunami? Men bo'lsam Ablajon. Okay, I am palonchi. Yo'qmi, men bo'lsam. Birinchi shaxs birlikka nima? Am keldi. Okay. Endi is-chi? Is deganimiz ham mishara. Uchinchi shaxs birlik. Uchinchi shaxs birlikka u shunami? Va ingliz tilida yomon qiziq, bolalar. A kishiga, o'g'il bolaga he-ni ishlatamiz, qiz bolaga, ayol kishiga she-ni ishlatamiz. Onunki narsalar va jonsiz narsalar va hayvonotlarga it-ni ishlatamiz. Masalan, she is, he is, it is degandek, mana shunaqa is keldi. Okay, endi mana birinchi shaxs birlik. Demak, bizga birinchi shaxs birlik degan we. Okay, mana shunaqa are ni ishlatamiz. Uchinchi shaxs birlik ko'plik bo'lamiz. Ko'plikning hammasiga are ni ishlatamiz. Ya'ni ikkinchi shaxs birlikka ham are ni ishlatamiz. You are. You birlik bo'ladi, ko'plik bo'ladi. Siz yoki nima sizlar. Deyar. Demak, musharika BP labellar bu tarjima qilsak bo'lsa. We are biz bo'lsa. You are sizlar bo'lsa. Xo'sh, endi musharika shaxs almashlar. Shaxs almashlarini bo'lib ko'rib qo'yinglar. Ma'lum ma'vo. Man shunami? Okay, man inglizchada nima? I deymiz. Bu jumlaning har qanday yerda bolalar bu I qanday keldi? Cho'ng yoziladi. Tushunalmi? I shunami? Ma'vo nima? Man shunami? Okay. Macho. Okay. Okay, ma'rasini-chi? Ko'paydan keyinmi? Bu nima? We. Okay, yaxshi. We deganimiz nima? Biz. Ma'vo biz g'oyliklar shunami? Buni nima deymiz sanlar? We. Shunaqa, we biz. Okay, aniqda. Qaranglar. Mana bir kishi ekan-ku, o'g'il bola. Buni nima deymiz? He. Okay, he. Okay, endi bir qo'shdi, bir qizchaq. Bu qizchaq bo'lsa nima? She. All right, she. Okay, he, she. Okay, endi mana shu ikki qascha. Okay. O'g'il va qiz bola yoki ikki yoki uningdan ortiq bo'lib qolsa, biz ular deymiz-ku, ya men emas, ya siz emas. Bu uchinchi bir shaxs bo'ldi, shundami? Okay. Birinchi shaxs degan shu men o'zim. Okay, endi men sizga dars o'tyapman. Siz bo'lsangiz ikkinchi shaxs bo'ldingiz. Endi mana shu ikkimizni eshib ketgan yana bir shaxs uchinchi shaxs bo'ldi. Tushundingizmi? Okay, demakchi bular nima? They. All right. They. Okay, mana they deganimiz ular siz emas, men emas bo'lganligini nima? Ular, shunami? Mana u, he, she, they. All right. Endi bu yer yana bir it deb o'rgandim-ku. It degan u. Odatda nima desanglar? Masalan, narsaga mashinani nima deb ishlatamiz? Shu it. U, shunami? Okay. Okay, endi mana o'xshash bo'lsa, yana ko'plik bo'lib qolsa, yana hayvonotlarga nima ishlatib? It. Mana ko'p qo'ylar bor ekan-ku, qo'ylar they. Okay, they.